Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Төәндә təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Dağlıq qanun mutaxassisləri və insan hüquqları təşəbbüsçüləri Xitayning Şərq Türkistanda yo'lga qo'ygan majburiy əmgək siyosatiga qarshi hökumətlərni kuchlik tədbir qo'llanishga chaqiriq qildi. Shii Vevis xabar torining 2 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, dunyoviy huquqlarga rioya qilish organining bildirishicha, bu haftalik Janvada chaqirilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Savdo va inson haqlari munbirida dаңlıq qanun mutaxassislari va inson haqlari tashabbuschilari Sharq Turkistondagi davlat qo'llagan majburiy emgak masalasida xalqaro texnik kuchlik harakat qo'llanishni talab qilgan. Ammo bu rasmiy faoliyatlarda aks etmagan. Dunyoviy huquqlarga rioya qilish organi Uyg'ur yoshlar tashabbusi va Sharq Turkistondagi majburiy emgakni tugutish ittifoqining vakillari bu munbarga qatnashib, Uyg'urlarning chegirdan alqigan bostirishga qarshi siyosat muzokaralariga kirgizishga kafolatlik qilganligini bildirgan. Vakillar Uyg'urlarga qaratilgan davlat qo'llagan majburiy emgakka texmo diqqat qilishning zarurligini aytgan. Dunyoviy huquqlarga rioya qilish organi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining zamonaviy qulluq shakllari bo'yicha alohida dokladchisi bilan birlikda davlat qo'llagan Uyg'ur majburiy emgakiga texmo ko'p diqqatni markazlashtirish kerakligini aytgan. Advokatlar ishchilarning majburiy emgak to'g'risida erkin so'zlayolmasligi va ta'minlash zanjirida oshkorlikning yo'qligi sababidan rayonda ishonchlik inson haqlarini nazorat qilishning hozir mumkin emasligini ta'kidlagan. Dunyoviy huquqlarga rioya qilish organining eng yangi tekshirishida nurg'ulg'an shirkatlarning majburiy emgak orqali qo'lga keltirilgan muhimkon mahsulotlari bilan munosabatli ekanligini, inson haqlarini dafsanda qilishga keng ko'lamda chetishliq ekanligi ko'rsatilgan. Mazkur organning savdo va inson haqlari boshlig'i Lara Strangis majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan tovarlarning dunyo bozoridan yiroq turishini to'sish uchun hukumatlarning qattiq import cheklovlarini yo'lga qo'yishga chaqirgan. Xitoy va Yaponiya dengiz qirg'oqi qo'g'dinish atrofida Sharqiy Xitoy dengizidagi jug'rofiyalik siyosiy sazgur orol atrofida yuz bergan to'qinish to'g'risida o'xshamaydigan bayonlarni e'lon qilgan. Xitoy dengiz qirg'oqi qo'g'dinish atrofida seshanba kuni Yaponiyaning bir baliqchilik paraxotining Senkaku orolida, ya'ni Xitoy Diaoyu deb ataydigan orolning dengizga qonunsiz kirganligini bildirgan. Gerçi orollarni Yaponiya boshqarayotgan bo'lsa-mu, Xitoy u orolni o'zining zamini deb jakarlaydi. Bu arada Yaponiya dengiz qirg'oqi qo'g'dinish atrofi baliqchilik paraxotiga yaqinlashgan 2 Xitoy dengiz qirg'oqi qo'g'dinish paraxotini to'sib qo'g'lab chiqarganligini e'lon qilgan. Bu to'qinish Yaponiya rahbarining o'tgan oyda Tayvan to'g'risidagi talash tortishliq so'zlaridan keyin ikki davlat o'rtasidagi diplomatik munosabatlarning yangilanishiga ergashib yuz bergan. Xitoy va uning rayondagi faoliyatlarini qattiq tanqid qilishi bilan tanilgan Yaponiya bosh ministri Sanai Takaichi noyabrda parlamentda so'ralgan savollarga javob berganida Beijing Tayvanga hujum qilgan taqdirda Tokioning harbiy aralashishi mumkinligini aytgan. Shuningdek keyin ikki taraf bir-biriga tig'ichini qaratib, bu kengayotgan ixtilof ikki davlat fuqarolarining kundalik turmushiga ta'sir ko'rsatmoqda ekan. Xitoy dengiz qirg'oqi muhofazat atritining bayonotchisi Liu Dechun seshanba kuni Xitoy paraxotlarining Senkaku dengiz oroli tavalligiga qonunsiz kirgan bir Yaponiya baliqchilik kemasiga yaqinlashib, uni chiqarayotganligini, muhofazat atritining zarur qonun ijro qilish tadbirlarini qo'llanganligini, bu orollarning Xitoy zamini ekanligini ilgari surganligini va Yaponiyani bu dengiz rayonlaridagi barliq daxli-taruz va ig'vogarchilik harakatlarini darhol to'xtatishga chaqirganligini aytgan. Yaponiya dengiz qirg'oqi muhofazat atriti bayonotida seshanba kuni aytganda Yaponiya dengiz tavalligiga kirgan Xitoy paraxotlariga yaqinlashib, ulardan ayrilishni talab qilganligini bildirgan. Yaponiya bilan Xitoy 2008-yili ikki davlatni ayirib turadigan Sharqiy Xitoy dengizining boyliqlarini birlikda etish to'g'risida prinsip jihatda kelishim tuzgan bo'lsa-mu, o'tgan 15 yilda muhofazat atritining zarur qonun ijro qilish tadbirlarini qo'llanganligini, bu orollarning Xitoy zamini ekanligini ilgari surganligini va Yaponiyani bu dengiz rayonlaridagi barliq daxli-taruz va ig'vogarchilik harakatlarini darhol to'xtatishga chaqirganligini aytgan. Yaponiya dengiz qirg'oqi muhofazat atriti bayonotida seshanba kuni aytganda Yaponiya dengiz tavalligiga kirgan Xitoy paraxotlariga yaqinlashib, ulardan ayrilishni talab qilganligini bildirgan. Yaponiya bilan Xitoy 2008-yili ikki davlatni ayirib turadigan Sharqiy Xitoy dengizining boyliqlarini birlikda etish to'g'risida prinsip jihatda kelishim tuzgan bo'lsa-mu, o'tgan 15 yilda jiddiylik kuchayib ketgan. Amerika prezidenti Donald Trump Tayvan qonuniga imzo qo'yib, tajovuzchi Xitoyni parakanda qilgan. Reuters agentligining 3 dekabr kunidagi xabarida aytilishicha,
çarşamba kuni Amerika prezidenti Donald Trump Amerika Tashqi ishlar ministrligining Taybey bilan bo'lgan rasmiy aloqalashish yo'l yo'riqlarini doim tekshirib yanglab turishni talab qiladigan qonun loyihasiga imzo qo'ygandan keyin Tayvan minnatdorligini bildirgan. Xitoy afsuslangan. Amerika bilan Tayvan orasida rasmiy diplomatik munosabat bo'lmasmi, Amerika Tayvanning eng muhim xalqaro qo'lg'ichisi bo'lib, bu masala Xitoy-Amerika munosabatida doim jiddiylik paydo qiladi ekan. Chunki Beijing Tayvan orolini o'zining deb qaraydi. 2021 yili Donald Trumpning tunji hokimiyati davrida ayni vaqtdagi davlat ishlari kotibi Mike Pompeo 1979 yili Washington Beijingni e'tirof qilgandan keyin yo'l qo'yilgan Amerika amaldorlari bilan ularning Tayvanlik hamrohlari o'rtasidagi aloqalashish cheklamasini bekor qilgan. Seshanba kuni Donald Trump tomonidan imzolangan Tayvan kafolatini yo'lga qo'yish qonunida Amerika Tashqi ishlar ministrligining kam deganda har 5 yilda bir qatim Tayvan bilan bo'lgan aloqani tekshirib chiqishi talab qilingan. Tayvan prezidenti ishxonasining bayonotchisi Karen Kuo bayonotida bu qonunning Amerika bilan Tayvanning aloqasining qimmatini qayta jazmlashtiradiganligini, Tayvan Amerika munosabatining texmi yaqinlashishini qo'llaydiganligini va demokratiya, erkinlik, inson haqlariga hurmat qilish qatorliq o'rtaq qimmat qarashning mustahkam simvoli ekanligini aytgan. Tayvan Tashqi ishlar ministri Lin Jialong muxbirlarga bergan bayonotida bu ko'rsatmalarni texim ko'p qayta ko'rib chiqish, Tayvanlik amaldorlarning federatsiya organlariga yig'inlarga qatnashishga yo'l qo'yishni aytgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lin Jian Xitoyning Tayvan bilan bo'lgan munosabatiga aralashishga qat'iy qarshi turadiganligini aytgan. U Tayvan masalasi Xitoyning yadrolik manfaatining markazi bo'lib, Xitoy-Amerika munosabatidagi tunji qizil siziq. Amerika Tayvan masalasini bartaraf qilishda eng ehtiyotchan bo'lishi, Amerika Tayvan bilan bo'lgan barliq rasmiy aloqani to'xtatishi, Tayvan mustaqilligi bo'lguncha kishilarga xato signal berishdan saqlanish kerak degan. Ibn Sina mundaq bir mashhur tajriba ishlaydi. U ikki sog'lom qo'yni ayrim-ayrim ikki qo'tonga so'laydi. Ularga yaqin qilib yana bir qo'tonga bir bo'rini so'laydi. Bu ikki qo'yning faqat birila bu bo'rini ko'ra oladi. Bu ikki qo'yga o'xshash yem-xashak beriladi. Ularning ig'irligimi dastlabida o'xshash keladi. Ammo bir necha oy o'tgandan keyin bo'rini ko'rib turadigan qo'y oromsizlashadi, o'riqlab ketadi. Tadrijiy ojizlashadi va kun sayin zaiflashadi. Bu qo'y uzun muddatlik stress ostida qoladi va har qanday idroklangan xatarga uchrab turadi. Shunday qilib u oxiri o'lib ketadi. Amaliyotda bo'ri uningga hech qanday tahdid solmaydi, ammo qo'y buni tushunmaydi. Bu tajriba odamni hayron qoldiradigan natijaga erishadi. Bo'libmi, ming yillar ilgari Ibn Sina uzun muddatlik stress bilan qo'rqinchning jonliqning metabolizmiga qanchalik salbiy ta'sir ko'rsatganligini bayqaydi. Uning bu tajribasi bizga hali ham ahamiyatli. O'zining dushmanidan har vaqt qo'rqib yashash odamni bosh oxiri chiqmas stressga soladi. Tenini zaiflashtirdi, metabolizmni qalayimqonlashtirdi va zehnini kordan chiqardi. Qo'rqinchoq odam uchun dushmanining yoki ko'rib turayotgan tahdidining o'zila emas, balki uning soyasimi u qadar qo'rqinchli bilinadi. Qo'rqqan sari hamma narsa ko'ziga qo'sh ko'rinib, ichidan tugishib ketadi. Tahdid hamma yerda bor. Gap uningga qandoq taqobil turishni bilishda. Ko'p hollarda dushmaniga nafrat qilish va uni mansitmaslik, ammo tayyorlikda bo'lish uning qo'rqinchni pasaytirishga va stressni azaytishga foydali. Yana biri tahdid qaytara olish psixik tangqinlikni saqlashda muhim. Kallaga o'rnashib olgan dushman obrazi ba'zida sirtdagi haqiqiy dushmandan vayron qilg'ich bo'ladi. O vaqtda bu jonliqning dushmani ikki bo'ladi. Biri sirtdagi dushman, yana biri uning kalladagi surlik obrazini to'xtatmasdan ayon qilib, o'zini qo'rqitib turgan va dushmaniga qo'rqitib bergan kalla. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining Cumhur raisi doktor Mantimin A'la apandining yozmalaridan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.